Assalomu alaykum hurmatli YouTuberlar, kanalimiz a'zolari. Bugun sizlar bilan 2025-yilning so'nggi modellari original Jinpeng zavodida sifatli va 1 yil kafolatga ega bo'lgan garantiyali modelini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Narxini vobshe shikolat qo'yishibdi. Eshitib hayron qolasizlar, xarid qilib o'rganlaring kelmasa, mani aytdiringizlar. Videoga bitta like bosib qo'yishingizdan chiqmasa, biz boshladik. Hali ham bodoga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, bunaqangi eksklyuziv arzon modellarda skidka narxidan quruq qolishga tayyor turing. Bu modelimizni qisqacha obzor qilib o'tamiz. Hozirgi ob-havoga juda ham mos keluvchi model hisoblanadi. 4 tomondan yopiq, tentovkalari bor. Old ko'rinishini qaranglar. Uzun led chirog'i bor. Ikkita lupa farasi bor. Avarenkasini yonishini qaranglar, chiroyliligini. Mana avarenkalari ham neobычный qilib ishlangan. Haqiqatan ham sifatli zavodda mahsulotligi yaqqol ko'rinib turadi. Balonlari ham katta Shiroki qilib ishlangan. 350 ga 10. Shiroki katta balonlarda. Ayniqsa sayvon pokrishkalarda tursa, vobshe sizga komfortni zo'rni beradi. Elektronik dvorniklar. Elektronik hozirgi ob-havoga yonida 4 tomonda uzun tentovkasi bor. Kalpelarigacha e'tibor berishganda bu zavod haqiqatan ham originalda qarang. Sifatli kalpelar qo'yilgan va arqadan ham ko'rinishi shunaqangi chiroyli. Uzoqdan odamlar ko'rsa, sizni qanaqadir ixchamgina mashinada ketyapti deb o'ylashadi. Yaqinlashlari bilan original Jinpeng yozuv yaqqol ko'rinib turibdi. Hozir katta firmalar ham 1 yil, 1,5 yil garantiya beradigan yo'q. Biz mahsulotga javob bergan holatda zavod tomonidan berilgan garantiyani, ya'ni o'zbekcha qilib aytganda kafolatni sizlarga qo'shib beramiz. Modelning narxi ham o'zi ham shikolat. Rangini ko'ringlar. Haqiqatan ham sifatliligi yaqqol bilinib turibdi. Kraskalari ham hali qimmat kraskalar ishlatilganda bej rangda ishlab chiqarilgan. Matiz stoplarga o'xshatib yubordim men. Sizlar nima mashinani stopiga o'xshatdinglar? Birinchi Sparklarda ham mana shunaqa stop bo'lgan. Boshida birinchi pozitsiyalarda ham xuddi shunaqa stop bo'lgan. Matizlardagi ham shunga o'xshab ketadi. Sizlar qaysi mashinaga o'xshatdiling? Kommentariyaga yozib qoldirish esdan chiqmasin. Xo'p, mahsulotimiz arqa bagajlari ochiladi, kengina, 2 kishi bemalol ketadi. Agar yosh bolalar bo'lsa, 4 kishini ham olish imkoniyati bor. Ayollarga olib bersa, yosh kattalarga olib bersa, mayda bog'chaga olib borib olib kelgani, choyxonalarga chiqqani, ixchamgina guzarlarga, choypoy, oshlarga borganini shunaqangi zo'r model. Ayollar ham haydashyapti, ko'chada ko'ryapmiz. O'zi hozirgi kunda O'zbekistonda ham ayollar sekin-sekin skuterlarga o'rganishyapti. Oilam, bolam, chaqam degan ayollar mana shu modeldan olib turib, ro'zg'orlariga ham qanaqadir hissalarni qo'shishadi. Yaqinroq masofalarga, bog'chalarga, maktablarga bolalarni o'tirg'iztirib olib, sumkalarini olib, bemalol maktabga, bog'chaga olib borib olib kelishadi. Haqiqatan ham o'zimga ham ko'zim tushyapti. Hozir ayollarimiz ham ko'chalarda skuter, mototsikllarga o'tirib haydab ketishyapti. Bu yaxshi narsa. Nimagaki ayollarimizga ham отдельный modellarda ishlab chiqarib qo'yganmiz. Xolovchilar bo'lsa, mana qarang, bordoviy rangi bor. Hozirgi ob-havomizga hozir bu mavzudan ozgina chekkaga chiqib turamiz. Boshqa narsalarni ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Mana Pol Carminali ixchamroq, undan ham kichikroq modelimiz Bodo kompaniyasiniki, original Bodoniki. Mana ko'ringlar, bu ham hozirgi ayollarimizga mos model. Bunisi bu roppa-rosa ayollarimizga ishlab chiqarilgan model. To'q pushti rangda bejli kombinatsiya qilingan bordoviy. Mana qarang kojani, mana. Haqiqatan ham original Bododa bu, mana qarang. Qarang. Natural koja mana shunaqa bo'ladi, qarang. O'zini tarangligini chet elcha qilib aytganda elastitskiligini yo'qotib qo'ymaydi, mana qarang. Ayollarga bor, bemalol kelib turib, xarid qilishlari mumkin. Sovg'a tariqasida bersangiz ham, shunaqangi xursand bo'lishadi. Nimaga? Buni uyat joyi yo'q. Bemalol mana ayollarda o'zini bilasizlar, mayda-chuyda gaplari bo'ladi, aqa-baqa chiqilgan joylari bo'ladi. Bolalarni solib turib aylantirgisi keladi, hovlarimiz ham isiyapti. Zo'r narsalar. Kelib turib xarid qilishlari mumkin. Yosh katta otalarimizga ham rosa ma'qul keladigan model. Sovg'a tariqasida bersangiz, mashinani minmay qo'yishadi. Nimagaki o'zi otalarimizni qilgan ishlari uncha yo'q. Choyxonaga borishadi, dehqonchilik qilishlari mumkin. Dalabob model, dalaga ham chiqib ketishaveradi. Ayniqsa 1 yil kafolatga ega bo'lsa, tiriq etmaydi inshaalloh. Agar u bu deydigan bo'lsa, o'zimizda servis zapchaslari bor. Kelib turib, mana shuni to'g'irlatib, ta'mirlatib, tekinga, mutlaqo tekinga sizdan 1 so'm pul olmaymiz. Mana shuni ta'mirlatib, hamma yo'lga qaratib ketishlari mumkin.
Narxi 1200 dollar ekan. To'liq zaryadkada 60-65 kilometr masofa yurar ekan. Uzun tezligi ham zo'r, 40-45 km/s. Jas sekin ham emas, tez ham emas. Standart tezlikda 40-45 km/s qilib belgilangan. Xo'p, to'liq 3 kishini ko'taradi. O'zi jami payload deydi, ya'ni yuk olishi 500 kg qilingan. O'zini maksimum jami kilogrammi 170 chamasi, shunaqa 170-200 kg ga bormaydi. Modellar kelib xarid qilishlaring uchun mana shu pastdagi raqamlarga bo'lmasam Telegram kanalimizga o'tib turib, bemalol aloqaga chiqib, call center bilan bog'lanib xarid qilishingiz mumkin. Bodo call center, Bodo original Thailand Jinpeng modellari doim bizda. Qo'qondagi showroomga kelib turib, eng arzon narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Bizda doim eng sifatlisi va arzoni. Bodo biz bilan manzilingiz yanada yaqinroq.